ganmiyi çaş sopulları. Balam, akam qandaqroq? Hayatım uşaq kelgan hozir uxlab qoldi. Xotirjam bo'l. Yuragim endi o'rniq tushdi. Ben qo'rqib ketdim balam. Japa tatdingmi o'g'lim? Yo'q. Qaysarcha. Telefonunu itilib yo'q qo'tan. Rana bir do'sti bilan Qaysar bog'dek liyabus berib izlawatdi. Uy qaytib kelib baqsin qandaq qilibdimanki men. Jasur, mehkilab qaraqchi. Qaysar qachondaymiz? Oyoq bir para olishayli. O neyim demekçi? Praktik doktor bo'lgandan tab bugunga qadar mingdan ortiq odam davolab chiqdim. Davolab saqaytganlarimni yerimdan ko'p. Lekin dadam uchun hech chiqib beramadim. Ben bir doktor durib o'zimning dadasini davolayamsam? Qachondaymiz? Ben onun deyishini ansiramayadi. Agar o bilsa, yana uyni beshiga kiyib hammamizning ko'nglini parokanda qiladi. Lekin uning ideya jaddi tayyorlik qildigiga ozroq vaqt bo'lishi kerak-da. Shikama, nima deyapsizlar? Qaysar. Men nimaga ideya tayyorlik qilaman? Qaysar. Qarovkom. Dadamning birini davolab olmamdika? Aka? Sen davolsan bo'ldi-ku? Qaysar. Acha! Shikama, mendan bir ishni yo'shiratamsizlar? Ay, yo'q. Acha? Yo'q, ko'p o'ylabsiz. Unda ish yo'q. Shunday Qaysar. Sen farzand to'g'ri. Dadam. Dadam bu uzunay bizden ayrılış mümkün. Nimdi da? Nimdi da? Dadam nim bo'ldi? Og'rib qoldimi, aka? Hoy. Sen doktorga, sen davolsan bo'ldi-ku. Sen nima ish davolmaysan? Aka? Ha? Davolab saqayt qilib bo'lmaydigan kasal. Qaysar. Qaysar. Qama. O'zim besol. Uda qama. Oy, uda qama. Qam. Qaysar. Qaysar. Dadamni nima ish davolab bo'lmaydi? Aka? Sen bir doktorga dadamni sen davolsan bo'ldi-ku. Yana men bilmaydigan boshqa naqqa kelib borma, acha. Dadamni davolab saqayt qilib bo'lmaydi Qaysar. Demişqa! Sen doktorga aka. Dadam nimiz uzoq yashamaydi, dadamni binoydi o'sha. Dadam o'pkir aka bo'latamsan. Dadamni o'zi vaqt qolmadi. Qaysar. Sen.
endi deysan. Yaxshiroq qarangchi. Nemish qilaman endi deysan. Aka. Gap qilmayman endi deysan. Soğuqqan bol. Avazını boşqa yoqqan. Şunu sen toyuqsizlar uyga kelib turganmiding aka? Doktorlik o'qishdan shuni voz kechdingmi? Aka, gap qila aka, shunday qildingmi? Acha. Sen shuni birinchi to'y qilma deganmiding? Rishkalla dadamni ahvolini bilasizmi? Ersinlarchu. Dadam bizim bilginimizni bilmaydi. Hem bilişimizni mi xalamaydı bilemsen. Shunday bo'lsin. Bana endi demsen. Men naqli tutamasman ma acha. Bo'ldi qil Qaysar. Qo'pay aka. Bunday dadamni qo'rqinma. Ansiratma bulamma. Shunchalik shaxsiyat chikanmiz, dötkanmiz. Endi bo'lsin dadamni azroq ko'ngil bilib qo'yaylik. Ma'qulmi aka? Nemish onlar oldu aka. Bu seninle emas. Benim dadam. Sana o'xshash acha. Men sizlarga qila olmaydim bu. Bechora dadam. Bizga qarab qanchalik azobni tortqandi. Biz dadamni uni qildi, buni qildi. Bizni arz qildi. O'xshab shiribdi. Qana qilamiz? Bizga dadam bo'lmaydi acha. Biz seni qabul qilolmasligingdan qo'rqdim Qaysar. Qo'rqdim. Yok. Her şey kime okşar. Ben bir işin bir faydası yok. Bo'ldi, meni uyversin hadi. Ay bu iş çıkırıp uyamam. Xotirjam. Bundoq chog'da ish chiqolmaydi. Cesur. Qanday qilaman? Şu bu adamlar. O şu. Dükkanı taze yetip kirgendin. Sen çıkandağırak aka. Yaxşı. Bir yaxşı turamsa? Sap ketip çıkarttım. Oy İzzet. Ben çayını demlep koyup sana ekirtmeyeli çıktım ben de. Hazırla çıkay. Evet. Aka. Hayatın çıkılıp düşürdüm. Ben şunda korkup gittim. Çırayımı bekse tatırıp gitti. Ben әтлікçі bazағы беріп, қалысың үйтеп келіп, саң шорып қайынтып бірай. Екінден бер саламетлігін пәкәт яқшы әмәс, қуәт оп қала. Аныңдыкен Doğurxandың doğru mu ağaç çıkay? Onçola akıp ketmişsen buludu ofkam.
Aka, adam qiyirganda keselge yaqin bo'lib qoldi ekan. Sen ağırıp qalsang ballarınğa mı avarçılıq, mening mi ko'nglim yerim bo'ldi ekan. Mening senden bilek nimem var? Ah, Parvar, nədiki gaplarni qildi ekansan, ukam? Geldin lan bala. Dada. Niye çıkmaksan bu? Şu dadanla usap gitti çıktı ki. Qandaroq? Yana beshin qiyayotamda? Yo'q, baya umdalli qaygan, hozir yaxshi bo'lib qoldim bilan. Sizlarchi kash qapsizlar? Biz Qaysar bilan maslahatlashib chiqqan. Bilan. Uning ko'ziga kirib bo'ldi. U mo cho'ngib qoldi. Qanday qilishini o'zi bile. Dada. Men asta kirib dam olay. Sizlarmi dam olinglar. Dilkanның sizlarga bo'lgan sovg'isi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobeyjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeyjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeyjin orqali ifodalang. Dilkan Nobeyjin Xinjiangning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeyjin. Qalğaç markalı sopun paraşütü Vətən erkin çıxırırsın. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Mehmon bitib qoldi. Bala çıkıyor. Anlaştık da ya oldu. Hemen çakır. Ha? Buldu ama. Aca, çıkıp naştık öyle. Dada yaxşı mı? Ha, yaxshi mı bala? Qanaqroq qilibsiz? Yaxshi. Naştık tayyor bo'ldi. Ha, ma'lum. Jasur, chiqib naştık öyle. Ha, sho'rpani qilsan-da. Ha, sana. Kuvvet ulandı kim de. O'xshaganda qildi-ku. Ama Ha? Qaysar akşam kelmiyor. Qaytib kelmedi. Sho'rpa bek ta'mli bo'lib turibdi. Ha, şu göçtü şundaq jıq selib, pəs ot qaynatqandım. Şunu bek təmlik çıxıbdı aka. Qo'saqni ochqa yeriga keldi. Ala. Ha, bolam, keling. Kela bolam. Dada, qanaqroq qilibsan? Yaxshi, undan. Sen canma. Yaxşı bolam. Jasur. Kela, nashta qilib olay. Qandaroq? Undan xeyli yaxshi dam olibdi bolam. Rana ko'rinmaydi. Ha, Rana atgan chiqibdi ki. Qasım chiroyi bek arg'in. Şunu kirib uxlab chiqing deb kirgizib etdim. Tünügün akşam o kız o kech soat 2 o'g'cha Qaysarni izlab kirdi emasmi? Qaysar akşam qaytib kelmadimi? Qaytib kelmadi. Dada, bugün kechki Polat o'yib keladigan ishni bo'ldi qilsak bo'larmiki? Hammamizning uning ustida kayfiyatimiz faqat yaxshi emas. Dada, sen qandoq tursa, sendan bekla ansirab qoldim. Ansirmang bolam, men xeyli yomon emas. Bu ishlar ash o'rinlashtirgan peti bo'laversin, ha? Oy, rastlı xislatning degani bo'yicha bo'laveram-da. Ham o Qaysarning ishi bir kunlik, 2 kunlik ish emas, hammanglar bilasizlar. Uni o'z ixtiyori qo'yib o'tayli. Polat uy kelmasin bolam, ha? Nashta qilaylik.
Cesur, əms maşını diqqət qıpaydın. Ha, ma'qul. Bugün şən boğan gün keç baldıraq qaytırğansız. Başqa işim bo'lmasa chuqur baldirib qaytib kelaman. Açasızçı, keç direktor bilan birliklamsiz? Ha. Bu Qaysar nalar yürüydiğan doğa. Dadam ansirab kecha hech ko'zimni yummadı. Ha, bu Qaysar. Ay Rana, naymanınız? Telefon geldi, telefon. Kimden? Qaysardınmı? Oy, nadiga? Cüret direktorunun qaşıska. Juradi. Hay, diqqat qilaversa. Ya nima ish qotsa? Nima bo'ldi? Nima qara? Men ketmayman, qanday ketmayman men? Hey, dadan seni ensirab kecha uxlamadi, bilamsan? Dadam? Dadamning menda ensiraydig'ini endi bildingmi? Dadamni bana qilib boshqarman demay, ishini qila. Nima? Ishimni qilsan. Nima ish qotsa? Aralashmanglar. Chiqib ketinglar. Oldimga urib olsam, gap qoltishi bo'ldi ekan. Men sen onunda turar dedim. Dudam, urmoqchiman? Ura! Men yaramas demoqchi bo'lsan. Sen yaramas olganki yaramas men nima deyman? Ha? Qanda? Boshqa bormi? Sening qoldiring oldidan meni bir ish ketga o'xshamangda. Ish ketdimi? Endi sen menga oshiraydimi? Ha, qancha akam bo'lsam oyib qo'ymayman. Uqdingmi? Atlan ishga aralashma. Davlatqan gaplarni anglamayapsan. Nima o'rayapsan deyman? Bu qopsi. Sen nima bo'lgan bunda qilib ketsan, ha? Dadamni kesilsanda yo'shig'aliqimiz uchunmi? Ya bo'lmasa dadamni otkasiga varis qilishini qarshi turganlik uchunmi ya? Hammasi uchun. Qoldiringlar. Meni ko'nglimga bek keldi. Qanday qilmayapsan? Sen ko'nglim keltirdi, bu ishlar qilamsan? O'ylab baxtimi? Dadam senda ensirab kecha hech uxlamadi. Ensirab? Ajab tuyuqsizlar. Vafodar bo'lib qolsin ha? Nimash qiziqsan? Sal faqat yarashimdi bu faqat. Dadam mushta o'zgargan tuqqanda. Men bo'lsam dadamni ichinyapman. Agar dadam kasal bo'lmagan bo'lsa, mushundoq kiyinardim. Sen o'zing uchun men hozir doktor oldum deb vafodar chalatyapsan o'zingni, ha? Mushuni uchun o'zgargan dadam bilamdi. Hey, senmi doktorma, ha? Senmi doktorma? Dadamni kesilni balduroq his qilmaganligim uchun vicdan azobi tortib, azoblanib saram bo'lib qolay deyapman. Sen bo'lsam bunda qilmoqqa. Bukam o'xshash bir umr vicdan azob tortib qolsa. Ertugün zar yig'lig'imiz bilan asli kelmaydi. Bunda kichiklik qilma. Gaplarımni tushunyapsan? Gap qilmaysan ku. Qaysar? Sen hozir bunda qilganingning hech qanchalik foydasi yo'q. Aksincha dadamni kesib teg'im eg'irlatmoqdi shu. Yaxshiroq o'ylashmoq. Qaysar sizlarga topshirdim.
Akağın imiş ondaq deysən. O səndimi pek azapını atıdı oqqamsa. Demiş ki, ben baldurak dineysin. Baldurak bilgen bolsam, dadam herkes ondan akşatmaydı. Şalma. Səndimi pek azapını atınız. Sizler geldiniz mi? Kechiring direktor, sal kechikib qoldim. Ay, ishqisi yo'q. Fukunuzning ishi qanday bo'ldi? Hal bo'ldi. Oldirashchilikda kiyim yetkazishga ulguramadim, mushtaq qilsam bo'laver. Bo'ldi, shunday yarashibdi. Rahmat. Ama teşviqat bilimdikilar bizni saqlab qopti. Men kirib tayyorligimni qilay, ya. Dang 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 dang. Uy. Çırağım gel. Ya çıraylıqqa. Bu kimlerden aldınız? Bu kiyimni jo, bugünkü yığılışta kiysiz. Satan opsıdığan buldunuz değil mi? Ben sel durup iş kıvardığan olsam, baldılar barmayçı. Çok kum barsız. Hemimiz barımız. Şunda köngülük bulduk. Polat kelse ciddilişip nimklarını bilemeye kaldık hemen şu. Hey, Polat gelsin boptu, nimge ciddiliş ettiniz. Kızık dersiz. Işkıp, muşni kiysiz. Ha? Ben çıkıp tayarım kılay ya. Siz... Özünüzün tutuylan Qaysar aka. Öyle yüz bergen bu işlerini sizin bilettiniz. Şundak mı? Sizga qandaq deyishimni faqat bilamadim. Kechiring. Hech qisi yo'q. Uydagilar meni azaldan bir e'tibor qilib boqqan emas. Shuni sizga mayron qilmayman. Amsa isbotlab beqing. Kishining ishinishiga arziydigan odam shundaq hech kimga gap qilmay yuramsiz. Bu to'g'rida faqat chiqib gap qilg'im yo'q, Ra'no. Qaysar aka, siz har minutlarni ching tuting. Kunda uydagilaringiz bilan so'qishib yurmay, taqamning qashig'i berib chiq-chiq hamra bo'ling. Uning ishonchim yo'q. Men hergiz akam achamladek. Undaq yasalmalik qilolmayman. Sizni yasalmalik qiling demadim. O'zingizga ishining. Siz cho'qim qila olaysiz da'vatim Qaysar aka. Tinimsiz hayotda arzu-armonlarimizni qo'g'lab, jiroqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his-tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xiyol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simosini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham borliqim. Ata-ana geldin. Kızım, geldiniz mi? Huzur tövgü sütü etken çeyi, yedingdan onamning mehrli ketini topaman. Huzur tövgü sütü etken çeyi. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi